2024-yilda do'stlar panda fasondagi yotoqxona mebelimiz juda trendga chiqqan bo'lsa, 2025-yilda endi kutib olinglar do'stlar. High-tech fason, neoklassika qilib yasalgan do'stlar, bitta e'tibor berasizlar. Buni rasvetchasi o'ta ko'p, bunisini ham bitta ko'rsatishda o'ta neobishniy qilib ishlangan. Mana shu usta akamiz hammasini yasagan usta akamiz bo'ladi. Do'stlar, videomizni oxirigacha tomosha qiladigan bo'lsalaring, Muhammad Ali akamdan to'liq ma'lumotini olib beramiz. To'g'risini aytamiz, o'tgan safar video qilib qo'yganimizda juda ko'p talab bo'ldi. Juda ko'p odam so'radi, kommentariyalar to'lib ketgan. Xudo xolasa do'stlar, ishlashdan to'xtashgan yo'q do'stlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishyapti. To'liq ma'lumotni Muhammad Ali akamizdan olamiz. Narx-navosi, materiallari, hamma narsasini 0 dan 100 gacha tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Muhammad Ali aka, charchamayapsizmi? Tinchmisiz aka? Charchamasdan. Aka, xudo xolasa har yili bitta yasagan mebelingiz trend bo'lyapti. Xudo xolasa. 2024 da mana shu panda fason aka trend bo'lgan bo'lsa, juda ko'p odam oldi, foydalandi, maza qildi. 2025 da endi aka, xudo xolasa mana shu mebel high-tech fason juda mashhur bo'lyapti. 2025-yilga xudo xolasa komplektlarimiz juda ko'p ishlangan. Eng yaxshilardan, bular ko'p talab bo'layotganlardan bu komplektimiz. Xudo xolasa buni ham to'lig'ini tushuntirib, razmerlari, materiallari, narx-navolarni to'liq tushuntirib beramiz. Xudo xolasa. Mana shundan boshlayapmizmi? Boshlaymiz. Bo'ldi aka. Birinchi bo'lib aka, bo'lmasa mana shundan boshlaylik. Xo'p, aka, yotoqxona komplektimiz, materiallar полный российский laminat, chekalari полный заводской kromka, hamma joyi, ichki korpusi ham, tashqi korpusi ham hamma joyi, ichki oddiy kromka ishlatilgan joyi yo'q. Spalni ikkita tumichkasi bilan bo'ladi. Ikkita tumichkasining ikkitadan tortmasi bor aka. Tortmalari ham полный vakuum bo'lib ishlangan. Aytganimdek, mana ichki tomonlari ham заводской PVX kromka. Ichkariga oddiy latta kromka ishlatilgan joyi yo'q, xudo xolasa. Bosh tomonlari ham miyaqki qilib ishlangan, unaqa pok, boshqa narsa emas. Machalkada chiroyli yaxshi materiallar bilan ishlatilgan. Svetinglari bor, 3 xil rasvetkada yonadi aka. Ikkita tumichkasi отдельный bo'ladi. Oyoq tomondan отдельный o'tiradigan sofasi bor. Buni ular ajralmayapmi aka? Ha, bu отдельный qilib qo'ysa ham bo'ladi, boshqa joyga olib qo'ysa ham bo'ladi. Spalni taydan bo'ladi, sondalari bor. Taylari ham российский laminat, unaqa prosto disp emas. Matraslari ham ikki tomonlama ortopedический, ikki tomonlama ishlasa bo'laveradi, 3 yil garantiyasi bor. 3 yil garantiyasi bor, gap yo'q. Lekin aka, bitta narsa, shkafi juda katta yasalibdi buni. Shkafi aka 6 teshikli, 2,5 metr joyga tushadi bunaqasiga, 2,5 metr joyga tushadi xudo xolasa. 3 ga bo'linadi. Keyin asosiysi uylarga olib chiqishga muammo bo'lmaydi. Ruchkalarga e'tibor berasiz, MDFdan ruchkalar qilib ishlangan o'zi. Bu tomon uzun kiyimlarga moslashgan aka, eshiklari ham, oshxonalari ham vakuum sekin tortib oladi. O'rtasi polka. Polkalari ham chuqur qilib ishlangan. Bu tomoniga mana aka tepada bosh kiyim qo'ysa bo'ladi. Yana uzun kiyimlar ilsa bo'ladi, xudo xolasa. Xo'y. Shkaflar aytganimizdek addenni bo'ladi, uyga olib kirib chiqishga muammo bo'lmaydi. Butun holatda yig'ilmagan. Trimosda 4 ta tortmasi bor. O'rtasiga stulchigini qo'yib, bemalol oyog'ini foydalansa bo'ladi. Svetinglari aytganimizdek 3 xil rasvetga yonib o'tadi, maza qilib ishlasa bo'ladi. Oynalari ham butun holatda ishlangan, hech qayerda orqasida pusto holatda emas. Qo'l kesmaydi keyin. Amalli qilib ishlangan, qo'l kesmagan qilib farshit qilingan. Bu ham dizayni adashmasam boshqacha qilib ishlanibdi. Oldingi trimolarga qaraganda juda boshqa bu. O'zining farqi bor endi. Yildan yilga o'sish bo'lyapti, xolasa farqi bor. $750 bu. $750 yoki vodiy bo'yicha dastavkasi, ustanovkasi, ortopedический matrasi bilan olib borib chiroyli qilib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Qolgan joylar kelishilgan holda. Qolgan Toshkent, vodiy va vohalarga bo'ladigan bo'lsa, kelishilgan holatda yo'l kirasiga qo'shib qoladi. Ustanovka qilib bera olmaymiz. Ustanovka qilib beramiz. Upagovka holatda, tayyor holatda, chizilgan, tesilgan holatda bo'ladi. Bitta shuruplar bilan o'ziga olsa ham bo'lardi. Gap yo'q. Bu xuddi o'shani oq ekanu, lekin trimasi shafi boshqacha ekan. Xuddi shu komplektda kimdir kombinatsiya bilan xolasa, kimdir ochiq svet xohlaydi, polni ochiq bo'lishini xohlaydi. Unaqa xaridorlarimiz uchun ochiq svetini qilib qo'yganmiz, faqat shkaf kupeli holatda. Kupeli o'rtasi shu polka tepada seyflari bor, ikkita chekasi vishilka qilib ishlangan. Chuqurligi ham chuqur 60 sm qilib ishlangan. Maza qilib ishlasa bo'ladi. Trimolari ham bir xilda, spanilari ham hammasi razmeri bir xil, hamma joyi. Matraslari ham do'stlar, hamma spanillarga bir xil matras ishlatiladi. Do'stlar, ortopedический 2 tomonlamali 3 yil garantiyasi bo'ladi. Endi bu 2024 da xudo xolasa trendda panda fason. Panda fason o'tgan yil ham ko'p reklamalarni ko'rgan bo'lsa kerak, xaridorlarimiz yaxshi sotilgan modelimiz. Buni ham aka shkaflari kupeli qilib ishlangan, 3 ta, o'rtasi polka, ikkala chekasi vishilka qilgan, tepada buni ham seyflari bor. Razmerlari 220 ga, balandligi 215 bo'ladi. Butun holatda bo'ladi. Buni ham ustanovkalarni o'zimiz olib borib chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa. Bu ham российский laminat aka. Hammasi aka bir xil, hamma ishimiz российский laminat, chekalari полный заводской kromka, matraslar aytganda hammasida arzon bo'ladi, qimmat bo'ladi. Bir xilda 3 yil garantiyasini beramiz, ikki tomonlama matrasi bor. Xo'p, gap yo'q. Bu narxi necha pul aka hozir? Narxi aka $650, vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi, buni ham bepul olib borib o'rnatib beramiz. Timolarda ham diodlari bor, tummalarda ham diodlari bor. Buni ham bosh tomonlari miyaqki qilib ishlangan, po'ka emas. Maza qilib foydalansa bo'ladi, yumshoq. Oyoq tomonida uni ham o'tiradigan sofasi bor, отдельный olib qo'ysa ham bo'ladi.
Bu ham do'stlar ichiga narsa dersalaring bo'laveradi. Bu ham ishlari shkafda ishlangan. Xo'p, gap yo'q. 650 dollarga do'stlar komplekt vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi mutlaqo bepul. Bunimiz aka Xo'p, bu ham yangilik ekan. Yangilik narsa. Bu ham hali meni videolarni qo'yganimiz yo'q. O'zingizlar ham birinchi marta ko'ryapsizlar. Bu ham aka 6 ta eshikli 2 ga bo'lingan, 3 ga bo'linmaydi, 2 ga bo'lingan modelimiz aka. Ko'rib foydalansangiz bo'ladi. Ikkala chekkasi polka bo'lsa, o'rtasi mana vishilka kalta kiyimlar uchun pastda shunaqa narsalar, dazmollangan narsalar qo'ysa bo'ladi. Bu tomoni ham o'ta shunaqa ekan, uzun kiyimlar uchun. Yana bitta chekkasi ham polka qilib ishlangan. Juda qulay qilib ishlangan. 100% polka, rossiyskiy laminat. Maza qilib ishlatilgan narsa. Trimosi tepasida bitta katta tortmasi bor, tagi eshigi foydalansa bo'ladi mana. Oshxona ham polniy vakuum, g'alabalar ham vakuum qilib ishlangan. Tepasida yana bitta sekretniy joy bor, bu yerdan ochib foydalansa bo'ladi. Qoya. Oynasining chekkalarida diodlar bor. Pastda ham ikkita tortma, ochiq polkalarni ham qilib qo'yganmiz, xudo xolisa. Qoya. Maza qilib ishlatsa bo'ladi. Buni spalnisi ham boshqacha chiqdi. Spalni ham ikkita tumba spalniy bo'ladi, bittadan tortma qilingan, ikkinchlari ham vakuumli qilib ishlangan buni. Bosh tomonlari ham miyahki. Hech qayerga po'k ishlatilmagan. Po'ka, qattiq po'ka emas. Yo'q, po'ka emas. Hamma yog'i miyahki, machalka qilib ishlangan, maza qilib ishlatsa bo'ladi uni. Matrasi bir xil do'stlar. Matrasi bir xil, oyoq tomonda o'tiradigan bor. Buni ham narxini 750 dollar qilib beramiz. Vodiy bo'yicha dastlabki ustanovkasi bepul. Dastlabki ustanovka bepul. Gap yo'q. Buni ham do'stlar oyoq tomonlarida o'tiradiganlari bu ham ajraydi, xuddi o'sha sondiqqa o'xshab ochiladigandan bo'ladi. Bu endi aka materialda xohlagan ko'rinishda qilib berilaverar ekan. Bosh tomonda mana materiallarni xohlagan rangida, o'ziga yoqqan rangida qilib beraveramiz uni. Gap yo'q. Qoyilli ekan. Bu naryoq tomondagilarimiz aka. Bularni ham ko'rsatib beraman. Hatto premium klassdagilar ham bor ekan lekin. Xo'p, bu yotoqxona komplektimiz Gucci deb nom berganmiz o'zimiz. 6 ta eshikli aka. Bu ham videolarda ko'rsatgandek o'rtasi polka qilib ishlangan. Chuqur qilib ishlangan. Asosiy e'tibor beradigan joyi bezruchka qilib ishlaganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bezruchka holatda o'zi shunaqa stanok olib kelganmiz. 45 gradusga o'zi kesib, o'zi kronkasini qilib beradi. Hech qayerga yana qilmay, chekkalariga ham e'tibor berib kelsangiz. Chekkasi ham haqiqatan mana do'stlar 45 gradus ekan. Hatto mana aka mana bunaqa joylarga e'tibor bersangiz, mana tummachikalarni chahlariga e'tibor bering mana. Ochilganingizda 45 gradus bo'ladi. Bu tomoni ham 45 gradus. Chahlarni yopgan holatida mana o'zi vakuum qilib ishlangan. Svitinlarga ham e'tibor berasiz, va shu holati go'zal. Xohlagan tomoniga burab foydalansa bo'laveradi svitinlarni ham. Kulchatri o'zi bilan yana o'chirib bosib. Qattiq bo'lsa o'chadi, ichiga ko'tarsa yonadi o'zi. Oynalari ham sensorli oyna qilib ishlangan. O'chirib yoqsa bemalol bo'laveradi. Trimonlari ham keyin katta kichik qilib razmerini sursangiz bo'laveradi. Trimon o'zi surilaveradi, katta kichik holatga bo'lib surilaveradi. Qanaqa surilaveradi? Surilaveradi. Chekkalarni 45 gradusdan hozir uchgani ko'rsatdim. Shunaqa holatda 45 gradusga kesib qo'yganmiz. Razmerini katta kichik qilib suradigan bo'lsa bo'ladi. Gap yo'q. Qoyil. Bu yangi, haqiqatan yangilik bo'libdi-da bu. Ha, yangilik narsa aka. Spalni ikkita tumbichkasi, matraslarni o'ta go'zal holatda qilingan. Bu matrasi ham boshqacha ekan. Bu ham uchilgan bor. Uchilgan beramiz. Qovulishlari ham go'zal qilib ishlanganmiz. Bosh tomonlari ham miyahki, polniy go'zal holatda chiqqan aka. Haqiqatda to'g'ri do'stlar. Mebel olma yonib turibdi. Narxi necha pul aka buni? Narxi aka 1200 dollar. 1200 dollarga vodiy bo'yicha dastlabki ustanovkasi bepul olib borib yetkazib o'rnatib beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Do'stlar 1200 olma narxiga aytganda to'g'risi juda stoshchi. Kulchatirlarni ham ko'rishda baholaysiz. Hamma joyiga aytganimdek tashqi belgilaridan foydalanganmiz. Ko'z bilan ko'rsa ancha farqi bor. Tumbaning chekkalariga e'tibor berib. Xizmatda eshitganda bir marta ko'rgan yaxshi. Hamma joyiga shunaqa gradusli qilib ishlaganmiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Bularimiz-chi? Bu yotoqxona komplektlarimiz ham aka narxida ayta olaylik. Birinchi o'rinda narxi 650 dollardan 2 xil rasvetkasi bor. Vodiy bo'yicha bularni yetkazib olib o'rnatib beramiz. Svitinlari bor, tumbalarda ham, trimolarda ham diodlari bilan yonadi, xudo xolasa. Tumbalari ham, trimolari ham katta qilib ishlangan, maza qilib foydalansa bo'ladi, xudo xolasa. Shkaflari aka ikkita eshikli bular. Bir tomonida kalta kiyimlarga, tagida polka bo'ladi. Yana bir tomonni ochadigan bo'lsa, mana tepada bosh kiyim qo'ygani, ham uzun kiyimlar qo'yib foydalansa bo'laveradi. Qoyil. Ikki xil rasvetkasi bor. 650 dollar. 650 dollar. Mana svitinlisiga maza qildim, ham soat ekan, ham svitinli. Ha, soat ko'rsatib turadi. Buni deysiz kapalak ekan. Qo'y. Bu ham shu narx, bu ham shu narx. Bir xil, rangida farq qiladi, xolos. Rangida farq bir xil ishlar. Buni trimosi bu aka? Ha, trimosi bu aka. Trimosda farqiga kimgadir qaysi trimo yoqadigan bo'lsa qilib bera olamiz, xudo xolasa. Qilib berilaveradi. Tepada ham buni sekretning joylari bor, trimosini. Oynalari yonadi, buni ham chekkalari. Diodlari bor-a? Diodlari bor, yonadi, xudo xolasa.
Xudo xolasa video pastiga qo'yib ketgan nomerimizda aka WhatsApp, Telegramlar bor. Bor, hammasi. Aloqaga chiqishadigan bo'lsa, katalogga tashlab berilaveradi. Beramiz xudo xolasa. Kelib, Nima qilsin, ko'rib, qaysi biri model yoqagan bo'lsa, har bittasini rasmlarini tashlab beramiz. Tanlab, ko'rib, tanlab oladi, zakaz qilsa yetkazib olib borib beramiz xudo xolasa. vodiyga bo'lsa uzoq qanchada yetib boradi aka? Aka, o'ta zararli deydigan odam bo'lsa, bugun desa, bugun yetkazib beramiz, muammo yo'q. Qoyillik. Do'stlar, xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turganlaringdek, mebelni assortimenti o'ta ko'p. Bu ko'rsatilayotgan narsalarda do'stlar 70% ni bozordan topolmaysizlar. Chunki akalarimiz sexlari o'zi shetda, o'zlari shetda yashashadi, showroomlari chet, mashetdan chiqadi xolos. Bu hali bozor ko'rmagan mebel bo'ladi. Ya'ni bunaqa dizaynni bozordan topolmaysizlar demoqchiman. Video pastdagi nomerga aloqaga chiqadigan bo'lsalar, inshaalloh akalarimiz chiroyli holatda yetkazib berishadi. To'liq ma'lumot beradigan umiddamiz. Sog' bo'linglar.